Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Orday MFY 5325 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydoni hajmi 11,8 gektar, uzunligi 590 metr, bo'yi 200 metr. Bu yetarli ekinlar zamonaviy uslub bilan parvarishlanmoqda. Hozirda sarimsoq piyoz ekinlari unib chiqqan. Yetishtirish davomida tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Ushbu loyiha 48 ta dehqon xo'jaliklarga biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,24 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Maqsuda Nabijonova fermer xo'jaligi biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarli bilimi va ko'nikmalarga ega. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna jami 118 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ib olingandan so'ng navbatdagi ekinlar ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yetarli daromadga yanada oshirish borligi aniqlangan.